Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zerix o'z bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlarga top 5 ta eng zo'r modlarni ko'rsatib o'taman. Hozir yerga kirib olsin. Ungacha sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lgan bo'lsangiz kattakon rahmat do'stlarim. Yaqinda men, ya'ni bugun men ertagami albatta Telegram kanal ochaman. O'sha kanalga o'tib ham obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat, obuna bo'lgan bo'lsangiz kanalimga albatta. Bugun sizlarga Telegram kanal ochaman. Shu kanalga modlarni tashlab turaman va qanaqa video olganimni ham birinchi Telegram kanalga tashlayman va 5 minutdan keyin srazu kanalga chiqadi YouTube'ga. Xo'p, agar Telegram kanal ochsam, Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Xo'p do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying bo'lsangiz, bugungi videomiz albatta top 5 ta eng zo'r modlar bo'ladi. Menimizga kiriting, keyin sizlarga modlarni obzor qilaman. U modlar birinchi navbatda qanaqaligini aytib o'taman. U modlar birinchi avtomat modi, mebel modi va yana bir ikkita modlar. Mashina modi ham bor va sumka modi va yana bitta modi bor-da. Shunaqa modlar bor do'stlar. Hozir dunyoga kirsa sizlarga albatta ko'rsataman. Miltig'lar, mebellar, ya'ni furnitura, keyin gonus, ya'ni miltig'larni inglizchasiga gonus deydi. Gonus. Hop, backpack, ya'ni sumka modlari va yana bitta dona mod. Ya'ni ikkita mod. U modlarning inglizcha nomini bilmayman. Mayli, hech narsa qilmaydi. Hop, hozir ko'rsataman hozir do'stlar. Hop, dunyoga kiradi hozir. Tezda kiradi-da, mana hozir do'stlarim. Mana dunyoga kirdi. Birinchi qurolimiz, ya'ni mana shunaqa avtomatlar ishlaydi. Bularni oqlash uchun mana bunday xolos, o'qini olaman. Mayli, mana bunaqa qurollar modi. Mana hozir o'qlayapti. Ana o'qlashlargacha animatsionni mana bu yerda jitter bor ekan, shuni otib tashlaymiz. Aynan buni ham o'ldiradi va hop, qurollar modi mana shu yerda, mana shuncha qurollar bor. Bularni o'zingiz albatta ishlatib ko'rasiz degan umiddaman. Ikkinchi modimiz bu albatta backpack modi. Mana sumka modi, ya'ni mana qarab turinglar. Bu sumkani ochsa bo'ladi, faqat qo'yib turib openni bosamiz va mana sumka ochiladi. Buni kattalashtirsa ham bo'ladi, ya'ni levelni oshirsa ham. Keyingi modlarimiz albatta furnitura. Mana shuncha furnitura bor. Xo'p, mana odamlarning o'ligi ham bor ekan. Mayli, bular albatta NPC, haqiqiy emas va keyingi modimiz bu albatta mana bu havolar modi. Hop, mana bu yangi rudalar, qurollar modiga tegishli bo'ladi. Hop, qaranglar, har xil anaqalarni chaqirib beradi. Masalan, mana bunaqa zaharli yomg'ir. Mana hozir mana muzli anaqa narsalar. Bu esa bu nima? Bu xolos yana bir balo. Buni bilmayman. Mana u meteorit tushiradiganlari. Mana do'stlar. Keyin mana bunisi chaqmoq chaqtiradigani do'stlar. Mana u qumli bo'ron qiladigani. Shunaqa narsalar bor do'stlar. Shu mod, bu mod shundan iborat. Va eng oxirgi modimiz esa to'xtab turinglar. Hozir sizlarga 4 ta modni ko'rsatdim, albatta. Hop, eng oxirgi modimiz esa to'xtab turinglar. Eng oxirgi modimiz mana bunaqa yangi anaqalar qo'sh beradi. Narsalar, ya'ni mashinalar modi mana. O'zingiz bu modlarni qaydan yuklab olamiz? Axir sizning Telegram kanalingiz yo'q-ku deganlarga bu modlarni men bundan ham qiziqarli modlarni men albatta Minecraft Mod Files Telegram kanalidan olaman. Shu Telegram kanaliga o'tib qo'ying, sizlarga ham tavsiya beraman. Ko'pgina modlar topishingiz mumkin u kanaldan. Xo'p, men sohil topolmayapman cho'ta do'stlar. Mana topdim. Hech narsa ko'rmayapti.
Rostdan ham hech narsa ko'rinmayapti, do'stlar. Rostdan ham. Voy, shularni o'chirsa bo'ladi-ku. Mayli, hech narsa qilmaydi. Bizga nimalar bo'lyapti? Do'stlar, nimalar bo'lyapti bizga? Bo'ldi, o'zimizga keldik. Menimcha. Bo'ldi, biz tepada ekanmiz mana. Bu shunaqa zo'r, haligi narsalar mashinasi. Mana bu ham o'ta zo'r mashina. Buni nomini bilmayman men albatta. Hop, mana bu qanaqadir uyli andaqa mashina. Bu uyli mashina bo'lsa kerak. Wow, mana shularni minsak bo'ladi. Xullas, minsa bo'ladi albatta. Mana minyapman. Hozir sizlar bilan men shu modlarni obzor qilgan Zerix bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bu modlarni Minecraft Mod Files bo'limidan olasizlar. Xayr. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariya ham yozinglar. Rahmat, xayr.